Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum tog'lar. Sizlar bilan men Ruslan Seyitqaziyev. Tog'lar biz hozir ko'chada Batken облысының Batken shahridagi mol bozorida жүрөбүз. Bugungi число боюнча 31 may 2025-yil. Tog'lar bizlere bugun kuni Batken shahridagi mol bozorindagi qo'ylardan, жылкылардан, uylардан, echkilerden qo'ldan kelishincha balalarni bilib berishga harakat qilamiz. Sizlar bizning kanalimizdan alsabay, kanalımıza qatalib qo'yingizlar. Bizden reklama numarimizni so'raganlar uchun 0770 menen 43 23 39 reklama numarimizga qaylasangizlar bo'ladi tug'anlar. Buyursa biz bismillah deb ishimizni boshladik. Shunday afgan qo'zlar kirgan ekan tug'anlar. Afgan kesar aralashdi. Negizib bularning otasi afgan ekan. Ular hozir ko'chada 15 mingdan so'rayapti esichi. Har qanday savdo bo'ladi. 15 hozir esi nomerini Az resim nomerini aytib qo'yam tug'anlar. Baylanishga chiqsangizlar bo'ladi. Içinde arasında urfqa baqa turgan qozlardan normalnilerin bor ekan. 15 mingdan so'rata tug'anlar. O'zichi esi. Na, Kashtanдағы sonunu ekan. No, to'qtilar kirgan ekan bozorga. Bular 14500 dan savdo bo'lib tur, esi bermayapti tog'lar. 14500 dan savdo bo'lgan ekan Batken shahrida. Bugun kun negizi Qurbon hayit bayramına qarata aslında ko'ncha so'yishlar kiribdir. Qancha qancha oldi? 26 dan bo'ldi. 26 dan bo'ldi, ha? Kattasi. Zayro. Assalomu alaykum. Qandaysiz? 4 26 mingdan 4 savdo bo'lib tog'lar. Uchovsi 27500 dan savdo bo'lgan ekan, bermayapti. Tak, mo'ljada da qo'zlar kirgan. Sosyetimning qo'zlari. Tak. Bunday o'tirasizmi, video tartlayın. Qanchta bor? 6 ta. 6 ta. Sizda qandaysiz? Yaxshisiz? 7 tug'anda. Bu negizi so'ning qo'zlari. Qalam Nomerni aytaveringlar siz. Nomerni ayting. 554 menen 28 01 76. Ha? 76 28 01 76 tug'anlar. Uyda daha nechta bor? 40 ta. Uyda 40 ta bor tug'anlar. Baylanishga chiqsangizlar videoga tortib jo'natadi. Uydagilar men общий chenasi qanchadan? Optimgo. Ha? 14 mingdan biraz tushib beradi tug'anlar. Baylanishga chiqsangizlar bo'ladi. Sal o'zini ham Ya o'zini tartmayla qo'yaman, keyin so'gatdim meni. O'sab. Uyga borgandan keyinchi. Na, qo'riqlarni o'zida ko'rib turasiz tog'lar. Uyda dan 40 ta bor ekan. Shunday qo'zlardanchi 14 mingdan biraz tushib beraman deydi. Now savdo olsa 18 mingga. Ertamadan 18500 savdo bo'lgan ekan. No, 18 ming hozir ko'chada. No, qancha oldi ne? Sotildimi? Qancha ketdi? 18 ming sotildi tog'lar mana olchi. Kuchma bular, ha? Kuchma. 18 mingga sotildi. Mana qanchadan bo'ldi? Savdo qanchadan bo'ldi? Yemi bo'ladi. Ha, yem bo'ladi. Qanchadan aytildi? Kuchma deymi bular tog'a? Yo'q, yesmagan. Kuchmalar ekan. Bular 17 ming aytilibdi tog'lar. Bu 22 jarim bo'ldi. Biliyoruz ha? Eko kaç oldu Eko? 47. Eko 47.500 toplu odamlar Eko. 22 jarım oldu. Marka 25. Şeyimiz kaç oldu? Asıl kaç oldu Koskor? Koskor kaç oldu? 30'dan 30 mingden. Soda bo'lib turdi tog'lar. 30 mingdan soda olib berib beribdi. 3 oydan 30 mingdan bo'ldi 90 mingga. No 25 ha. Birinchi turgan 25, narxi Eko 30'dan 60. Qancha oldi tog'lar? 21. 21. Ha. Kuchma u? Kuchma. 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 Qancha oldi? 19. Kuchma ekan tog'lar burada. 19 ming soda oldi. So'liqqa qancha oldi? Postmenmi deyman? Qancha oldi? 15. 15 ming soda oldi tog'lar. Keyin ekan postmen 15 ming soda oldi. Qo'zlar qanchadan bo'ldi aka? 13.200 dan savdo bo'ldi, bergan yo'qman deydi ular. 13.200 dan.
Aldın bulardı? Ha? Serge kança oldu ulak? Kança kaldın? 5600'e aldım dedi onlar. O kaç ulaktı. Aldınız bunu? Kança kaldınız? 19500. 19500'e aldım dedi. Kaç var bugün? Kaç var? 19500'e aldık dedi. Yok orada bir tane. Kaçta kandaysın? Yaşsız. Yaxşı diyorsun soğukta. Kança oldu işte? 21 bin oldu. Soda oldu onlar. Ver. 21 bin. Ya yiyecek bak. Kança oldu? 22. Soğuk mu? 22 bin soda oldu. Bergen jokmun deydi. Soğuk koy. Kısır. Koçor kança oldu? Koçor kança oldu? 21 bin. Bergen joksu da 21 bin. Tozlu koy kança oldu? Kança ayttın? 22 dedik. 22 sırop tuttu onlar. Fakat bazda soda kıla elek dedi. Çıkanday. Yaşı biraz ortalık olgan deydi. Жылдыра kança oldu Afgan? 25. Çıkanday. 65. 25 bin soda oldu dedi onlar. 6 çıkan. Narı kança oldu? Üç mağuş aytablar. Soğuk mu? Soğuk mu? Kança? Pazar kança kıldı kaç koy? 16'a verdim ben deydi. 25. Mağaş yaş koygan onlar. 25 bin soda oldu dedi. Kısır ken soluk koy. Çıkanday? 65. 6 koygan. Жақшы солық қой екен. 25 мың сода oldu. Qo'chqor qanchadan bo'ldi optimga? Жалғыз-жалғыздан qanchadan bo'ldi? Tandamayga. 25 dan soda bo'ldi. Tandamayga 25 mingdan beren deydi onlar. Qancha bosh bor? 11. Optimga qanchadan aytilishi? Ya, nomerni aytaverasiz. Optimga qanchadan aytasiz? Nomerni aytganda 774 menen 01 1274 ha? Bardı qo'chqor bu? Yo'q, qismi aralash. Apıçması da var arasında. Şunu aytam da demiş görmeden. Kıçmaları da var ken to'g'alar. Osun 11 baş ken basın kelişebiz deydi. Tandamaga 25 mingdan deydi. 21 mingdan bo'ldi deydi to'g'alar. Qisir qo'ylar. Soda bo'ldi deydi, bergan jo'qmiz deydi. Qisir. Mana xalq qancha oldu? 28. 28 ming soda oldu deydi to'g'alar. Bergan jo'qmiz deydi. Tishi qanday taqsir bunun? 2 yaş 4 tishganda. Qancha oldu aka bu qo'shqor? 23. Bergan jo'qsiz. 23 ming bergan jo'qmiz deydi. Aka buqa qancha oldu? Buqa qancha oldu? 5. Qanday 5? 85. Ha. 85 mingga sotibdi. Qo'yda qancha bo'ldi aka? 14 ming 250 deydi to'g'anlar. Bergan jo'qsiz. Bu baştan qayerda baştan? Qo'shqor qancha oldu aka? 24 charım oldu. Bergan jo'qsiz. Az var. Az bardı. 24500 soda bo'ldi. Yaş yekitiş qo'zi bu. 2 tish o'tdi. 1 yoshda. Qancha oldu? Ha? 21. Farqi qarab turganingiz. Marqisi. Mavarcha ko'kchi. 21 dan 2 soda oldu. 42 ga. 42 mingga bergan jo'qmi deydi. Jash savdogarlar to'g'anlar. Jash savdogarlar. Qanchadan bo'ldi axir qo'shqorlar? Qancha oldu bu qo'shqa? 26500 soda oldu deydi. Qo'zlar şimdi ayko. 14 17 no 17 narqa 20. Bergan jo'qsizlar o'shada. Qo'zluqqa qancha oldu? Ukam. Qo'zluqqa qancha oldu? 19 deydi. Bergan jo'qsin 19 ga. 19 ga bergan jo'qsinmi o'shanda? 19 mingga berib berdi. Söyle dost bulardı. Pazar qancha qildi? Ular 132'den qildi. 132 4 o'yin ha? 4 o'yindan 132 ming soda oldu deydi.
Öte katı bolgan kuzu. 132 ming soda oldu dedi hazırlık uçurda. Oğlum bal aldı. 15 minnet olar. Beçe şart toqlari. Optamga soda bo'libdir. Terbiyattır. Tak 2 5 ekan ha? 6. 15 minnet. Beryaptır. Ekitishler. Oh. 11 mingden aldım deydi onlar. Serke öken neçe öten? Serke. 3 öten serke. 11 mingden aldım deydi. Kaç oldu? Qanchadan bo'ldi aka uloqlar? Oldu. Ekoni 20 qildi o'shanda? Yok. Ha, narx o'zida, yolg'izda. 10 ming. Bulchu. 10. 20. Qancha oldasiz siz? Shirkov deymi, yoki echkimi? Siz satmaymi? Buzrat bu, echkini ayting. Bozor qancha qildi? 12 shirkov? Bergan yo'qsiz 12 mingga. 12 mingga bergan yo'qman deydi. Sizga qancha oldi? Jetaka. Qancha? 6,5 so'rashdi. 6,5. 8 so'radi. Serka bular? Ha, serka. Jurnallar. Nolmaç? Bular sonda 13 ming so'rashdi. Şonda 13 mingga so'radi, bergan yo'qsiz. So'mi 13,5 ga Ha. beradi. Buchu? 5,5 so'radi. Bular taka. Taka 5500 deydi. Qancha? 9 ming. Serka? Serka. Bergan yo'qsiz. Jet kam bor bu? Tamam. Bozor qancha qildi? Bozor faqat soda qiladi. 8 de narxda qilib sat. Ha, sherkani satdingiz ha? Zeyt tutar, zeyt konkretni. Milliarder debdi. Ha? Milliarder debdi. Qancha? 6,5 ming. 6,5 ming oldim. Aldınız ha? 6500 ga olib turibdi ona. Eskiga qanchadan bo'ldi taqsir? 7,5 bunlar bu oldu. Soda bo'lgan yo'q ha? Kimisi 7 ming bo'ldi. Bunlar 7 var 7,5 oldu. Mevzusunuz 7,5 ming mi? Na 7 ming bo'ldi to'g'onlar. Eko 70 ming soda bo'ldi bergan jo'qsizlar ha? Eko 70 ming soda olib turibdi qo'qda. Qancha oldi hozir bundan mulojin? 67. 67 ga aldingizlar ha? 67 mingga olindi. Bundan noz qancha oldi? Ne deysiz? 65 mingga bergan jo'qsizlar shunda. 65 mingga bergan jo'qsiz marjinda to'g'onlar. Semiz kamera. Qancha oldi hozir bu? Qancha bo'ldi? 60 bergan jo'qsizlar. 60 mingga bergan jo'qsiz deydi. Qancha oldi? 50 oldu 50. 50. Qanchasiz? 50 ga bergan jo'qsiz o'shanda? 50 mingga bergan jo'qsiz deydi ular. Yosh muhojirniki. Semiz. Qancha oldi? 55. 55. Bergan jo'qsizlar shunda. 55 mingga bergan jo'qsiz. Qanchadan bo'ldi bular? Qanchadan soda oldi? Qanchadan soda oldi? 54 mingdan. 108 ga? Yo'q, o'zim biliyorsun. Qaysisini? Mana 54 mingga hozir ko'chada soda olib turganlar. O'zi jalg'iz mana 54 mingga. Nojlar 57 ming soda olib turganlar. Shunday olib turasizmi-ku? 57 mingga berbayaptir. Qancha oldi? 63. 63 ming. Semiz. Ko'ring yutib qo'yapsiz mana. Ha? Bozor savdo bo'lgan jo'q, ha? Bo'lo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qancha qilasiz? Bu saplar 75 kam var. 75 kam bor. Qancha qaysini savdo qilasizlar ana? Anam. Soktu. Qanchaga? 71 can. 71500 ga. Savdo oldi hozir ko'chada. 71500. Qancha oldi bunajin? 55. Bunajinmi? Sunacana. 55 ming. Bir yashar bo'lganmi? Cekerga çıkmadı. Jashkan onları. Ödüp jo'nga. Songa. 55 ming soda bo'ldi. Bergan jo'qsizlar. 55 mingga bergan jo'qsiz deydi. Qancha? 70. Qancha qildi? 55. 55. Bergan jo'qsa? Cho'ng'ichu. 63 soda bo'ldi.
Bergen joksuz. Boğaz mı? Sıra. Allah. 62. Bergen joksuz. Yok. 62 minge bergen jokmun Parası deydi. 64. Parası 64 min soda boldu. 64 min. Berbeyattır. Bunun acın kaça oldu? 68. Ertemen 68 min soda oldu onlar. 68 minge bergen emesken ertemenen. Buna kaça kadar göçüp beredi kança oldu? Примерно oyunuzca. Ya buna ala kança oldu ka? Toqson 6500'ge satılıp turdu ondan mana şu sаны üçü. Yaş ortulup kalgan deymi? 96.500'ge satılıp tur uşul. Жақсы екен. Қаншанчы баласы? Üçüncü balası? 93'te dedi. Az dedi. Ötü son satılıp turunda. Birinci balası 105 min soda oluptu onları. Berbeyattır 105 minge. Buna qaysı? 125'ke. Alda turan torpaq eкен. Torpaq urgaç eкен. 125 min soda oluptu onları. Noç. Sağın oylar biraz arzanda qalgan mı? 125 min. Buna torpaq erkek ha? Sağın oylar. Buna sen nasıl bilbeysin? 135 min soda oluptu onlar. 135 min. Balası erkek değil. Kaçıncı balası? Kaçıncı? Beşinci balası. Kaçıncı sütü var? Kaçıncı sütü? 10 var. Bir gün var. Bir günde bir gün. 5 litre sağır kesin 5 litreden 10 litre sütü var dedi onlar. Torpağından sıtkara. Öte korona. Öde son değil. 5. balası ken. 90 minge satılıp durdu onlar bundan sağını üçün. Balası menen. Yaşı biraz ortalıp kalgan mı değil mi yaşa? Yaşı ortalıp kalgan oxuyda. Yaşı ortalıp kalgan oxuydu onlar. 90 minge satılıp durdu. Ne yaptı onlar 220 min soda oldu şu torpağı menençe. 220 min. Eki 20'a satıldı oradan mı? 220'a satıldı mı? Ha bilmeyiz mi? 220 soda oldu dedik onları. Oşa satıldı yıl bay tamam. 150 min soda oldu dedik onları. 5. balası ken. Примерно qancha litr sütü var? Ertemen kechkinga. 20 litre sütü var. 20 litr. Torpağdan Onun sıtkara. aşıvam ketek. Torpağdan sıtkara 20 qarata. Torpağdan çıkar. Bir kunga 20 litr sütü var dedik onları. Torpağdan sıtkara. 150 min soda oldu 5. balası ken. Баласы новаз кен onlar. Buqalar taraf ötölü. 297 minge mына экөө сатылып кетти onlar. 297 minge багылган buqalar. Koyuşusu menen de. Ya koyamam onu koşup koygandan dagы men урусча 113 min soda olуп турганда мына бербей атыптыр 113 minge. Мынаны сен насыл билесиңби? 113 min дейт. Канча болду тасыр болчу? 137 oldu. Алдыңдыбы? Yok satamaz. 137 minge berбей атты. Азыр кочурда сода болтат. Koşsa verir. Наркычы? Канча болуп тур мына? Egesiz 10 bin bu. Eko 310 ha. Eko 310 min soda oldu. Bakın dedim bunu. 210 min soda oldu onlar şu жалгыз өзүчү. Аллага, ашо сез. Жалгыз өзү 210 min болду. Өтө катуу багып туттугулар. 210 min болду. 187 minge satılıp tuttular mına alaç. 187 minge. Lama mı nasıl? Kızıl kaç oldu? 245 min soda oldu onlar alaç. 245 min soda oldu. Nasıl satıldı mı? Satıldı. Cavuna. 45 oldu dedi. Kaça? 245. 190 min dedi onlar. Satıldı mı? Satıldı. 190 minge satıldı. 190 minge satıldı. Na taydı sen nasıl biliyorsun? 80 daha. 80 oldu ha. 8 yaşar. Olmadı. 2 yaşka толгондо 80 min soda oldu. Берген жок ошондо.
Туугандар бирлер тайкирип туруп, мына көздөр көрүп турасыздар базарда. 80 миң содо болуп туруп, бул дагы сатылбаптыр. Мына букаларды, уйларды, жылкарды колдон келишинче сиздерге көргөзүп кеттик туугандар. Биздин каналыбыздан алыстабай, каналга катталып коюңуздар. Буюрса ар дайым биздин кызматыңыздардабыз. Мына ушундай туугандар. Баткен шаарындагы мал базар. Бүгүн 31 май 2025 жыл туугандар.